Assalomu alaykum. Ikkinchisiga mebel kerak edi. Nimani tavsiya qilasiz? Ikkinchisiga bo'lsa, mana mash bor, mana matrasni qo'yib berasiz, yotaveradi. Mana bu taxtadan borishlari, mana tumbalari aka. Ikkinchisiga bo'lsa, yomon shustir ekansiz. Birinchisi va birinchisida, birinchisigachi Solih mebelda moshnilari bor. Ko'rsam, ket. Mana aka, birinchisiga. Ko'ring mebelni. Ko'ryapsiz? Birinchisiga mana shunaqa mebellar yarashadi-da. Unaqa ikkinchisi, uchinchisi qilish kerak yo'q. Birinchisi muhimida mana shunaqa mebellar bilan shunday siylanadi. Ish pul desa endi buni. Birinchisi bo'lgani uchun biz buni 15 million, 14 million, 13 million unaqa narsalar aytmaymiz. 10 million ham demaymiz birinchisini yurgani uchun. Birinchilari uchun mana shu mebel 9 million 800 mingdan. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi ichida. Qarang, mebelda. Mana shu videoni eringlarga tashab qo'yinglar, opalar.